Eng kichkinasi ham mana qora qizillar mana. Mana. Kichkinasi ham mana qizartirib, yupqa po'choq. Qalin po'choq emas. Bu tarvuz ekkanda mehnat qanaqa bo'ladi? Injiqroqmi yo o'rtachami yo o'ta injiqmi? Mehnatning tagi rohat, aka. To'g'ri aka. Hamma yo'g'imiz shu mehnat orqasidan bo'lyapti. Yaxshi daromad qildik qovundan ham. Bu akani men taniyman, meni bu aka tanimaydi. Hech kim meni tanimaydi. Ko'rib turibmiz. Birinchi marta aka mana shunaqa niyat qilib yurdim deb keldim, akalarimiz ham yo'q demadi. Rahmat sizlarga. Mana teplisalarimiz bor bu yoqda. Mana tarvuz ekmoqchi bo'lganlar birinchi o'rinda nimaga ahamiyat berish kerak, aka? Mana hurmatli obunachilar, ko'p biznesmenlar biznesini yashiradi. Bu akalarimiz yashirmasdan ochiq oydin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijon viloyat Asaka tumanidamiz. Hurmatli obunachilar, bugungi video obzorimiz shu tarvuz biznes haqida bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana hosildorlik yig'ilyapti-ku. Necha kilo chiqadi endi aka? Ashi hozirgi tashlagansiz. 15 kilo chiqadi. Mana 7 kilolik sharlorimiz. Mashinasi ham o'ta katta ekan. Mana 14-15 kilolik. Bu qanaqa sorti aka bu? Bu erta pishar impressa degan sortimiz. Impressa 3 yildan beri, 4 yildan beri chiqyapti urug'. Qayerdan kelgan dedingiz aka bu urug'ini? Bu urug'ni birinchi mashina o'zimiz mahallada hoji aka, Qobultoy hoji akamizga bergan. Urug'ni sinab olgandan keyin buni 1 yil davomida qayta ishlab, keyin o'zimizga berishni boshladi. Shunday ekyapmiz 3 yildan beri. Erta pishar, yupqa po'choq, impressa degan sorti. Ana u mazasi zo'rmi aka? Mazasi zo'r. Mazasi shu zo'r. Yedirib sotaveradigan sortdan. Mana. Yorib ko'rsataymi qizilligini? Yo'q, hozir kim yeydi aka, qo'yavering endi. Qani bo'pti. Hozir kichikroq so'ying. Bu sal to'qroq ekan-a o'zi. Ha, rangi to'qroq bo'ladi. Hali koreyskiy tarvuzlar ham keldi deyishyapti. Mana shu eng kichkinasi ham, mana eng kichkinasi mana. Eng kichkinasi ham mana qora qizillar mana. Mana. Kichkinasi ham mana qizartirib, yupqa po'choq. Qalin po'choq emas. Po'choq o'ta yupqa ekan. O'ta yupqa. Daromad qanaqa endi? Daromati bozor iqtisodiyotiga qarab. O'tgan yili mana shu polya turib kilosini 3000 dan sotdik, daromad yaxshi olgan. Endi bu yil kilosini 2000 beryapmiz. Xudoga shukr, bu yoqdan bo'lsa bu yoqdan kilosi baraka bo'lib yaxshi daromad bo'lyapti, xudoga shukr. Mehnatimizga yarasha. Yaxshi aka. Bu tarvuz ekkanda mehnat qanaqa bo'ladi? Injiqroqmi yo o'rtachami yo o'ta injiqmi? Bu tarvuzni pishirib olish bir mehnat, sotib olish yana bir mehnat. Ikkita mehnati bo'ladi xolos. Buni asosiy mehnati shu plyonkani yozib, ekib ustini duvga qilib yopib olish mehnat. Buni bu yerda mehnati shu oziqasini emlab turasiz, o'rgamchikanaga, shiraga. Qolgan hamma yo'q, yaxshi. Dorilarchi, dori solasizmi yo? Dori endi bir marta solamiz. Bir marta dori solamiz. 4 marta, 5 marta suv bilan pishadi, xudo xolasa. 4 marta, 5 marta suv bilan pishadi. 4 marta, 5 marta suv bilan pishadi. Har qancha suv ko'taraveradi bu. Mana tarvuz ko'payib ketdi-da aka, bu yaxshi hosil beradi shekilli ekan mana shu tarvuz. Bu gibrid tashqi urug', gibrid urug'. Hosilni yaxshi beradi, sanag'i chiqadi. Hamma yo'q yaxshi. Sort soda pachka gibrid urug'da endi haligi banka urug' emas. Real Holler degan urug'lardan emas. Ular ham zo'r urug'lar. Endi bu ichida gibridligi bor, erta pisharligi bor. Ustini duvga qilib yopganimiz uchun ertaroq chiqmasa bizga. Hurmatli obunachilar, bu akaning ukasi ham bor ekan.
O'sha akani ham endi ozgina suhbatga chorlaymiz. Aka, sizga rahmat. Ha, Katta sog' aka. bo'ling. Necha kilo chiqadi aka taxminan? Bu 17 kilo, 18 kilo chiqadi. Mana aka, endi siz ham endi mana shu dehqonchilik bilan shug'ullanaman degan odamlarga qo'yib turavering, o'zingiz qistirib oling aka. Dehqonchilik bilan shug'ullanaman degan odamlarga bir tavsiyalaringizni bersiz. Aka, buni qilish kerak, mehnat qilish kerak. Mehnatning tagi rohat, ha aka? To'g'ri aka, hamma yo'g'imiz shu mehnat orqasidan bo'lyapti. Mana ertagalar mana YouTube'dan qaysi kanalda chiqsa ham ko'rganlar ham biladi aka bizni. Mana shu mehnat orqasidan shunchalik bo'layotganimiz aka. Mana shu mehnat orqasidan hamma yo'q bo'lyapti. Kam bo'lmaydi, Xudo xolasa. Albatta. Qilish kerak faqat. Uyda yotmasdan, Uyda yotmasdan mana demasdan-ding. ha, qilsa bo'ldi. Hech endi ham taniz baquvvatlashadi, Jismoniy mehnat-ding. jismoniy mehnat, maza qilasiz. Pulli bo'lasiz aka. Mana har doimlar o'zlari kelib olib ketyapti, bozorga chiqmayapmiz. Aka, O'zingiz berasiz, o'zlari olib ketadi, ha aka? o'z beramiz, o'zlari olib ketadi. Mana mashinalar hammasi mana shunga kelishgan. Xudo xolasa. Yaxshi. Mana aka. Mana hamma Kareskilari ham chiqib ketibdi-yu. Kareskilar chiqdi deb eshitdik. U hechcha mazasini ko'rganimiz yo'q, ammo nimasini eshitdik. Shirin bo'ladi deyishyapti. Men ham Koreya davlatida bo'lganman-da aka. O'ta shirini ham bo'ladi, lekin bemazasi ham bo'ladi. Xuddi tarvuz. Endi bizni endi ashaqda yeb ko'rgan. Mashincha bo'ladi-da. Kareskilar. Bundan kattaroq ham Ha, bo'ladi. men ko'rganimda endi. Ha. To'g'ri aka. Qo'lingiz yonidagichalik ham mana shu. Ha. Mana shunaqa bo'ladi. Bo'ladi aka. Qilish kerak, mehnat qilsangiz rohatini Qovunchi aka, ko'rasiz. qovunni nima deysiz? Nima tavsiya berasiz? Aka, qovunni ekish kerak. O'ylanmash kerak dehqonchilik, ekish kerak. Rost, mana yaxshi daromad qildik qovundan ham. Endi tugadi, mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Qovunni tugatib torg'izga o'tganmiz. Bitta-ikkita oralarida sal kichkinaroqlari qolgan shekilli, qovunlar. Qovunlar endi qovunni hozir keyingi ekinga ulgurmay qolamizda. Shuning uchun yig'ishtiryapmiz. Hozir bu ham ertaga indinga bu ham yig'ishtiramiz buni ham. Bu mana sotilib bo'ldi bu yog'i ham. Bundan keyin nima ekasiz aka? Bu chorvamiz bor. Chorvaga makka ekamizda. Silosga, ha. Silosga shu ekamiz. Xudo xolasa mehnat bo'lib kam bo'lganimiz yo'q. Yaxshi. Haqiqiy mana jaydaricha video bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Bu akani men taniyman, meni bu aka tanimaydi. Hech kim meni marta ko'rib turibmiz. Birinchi marta aka mana shunaqa niyat qilib yurdim deb keldim. Akalarimiz ham yo'q demadi. Rahmat sizlarga. Mana teplisalarimiz bor mana yoqda. Pomidor bilan ham shug'ullanasizmi? Pomidor bor, bodring, pomidor, bolgarskiy hamma yo'q bor. Uni ham bitta reportaj qilamiz. Bo'laveradi aka, bo'laveradi. Hamma mevalardan bor. Mana daraxtlarimiz bor. Erta pishar shoftonlarimiz tugadi mana hozir. Yaxshi daromad bo'lyapti mehnat orqasidan hammasi. Mana tarvuz ekmoqchi bo'lganlar birinchi o'rinda nimaga ahamiyat berish kerak, aka? Birinchi o'rinda To'xtab. Birinchi o'rinda ahamiyat beradigan narsasi aka. Birinchi o'rinda ko'chat, keyin yerni tekis qilib olish kerak. Suv qo'yganda qiylanmaydi, ekilganda qiyinchilik bo'lmaydi. Shu birinchi o'rinda mana uruqqa, aslamnoy, ko'chatga, naviga ahamiyat bersa yaxshi bo'ladi. Bu 1 yilda bir bo'ladigan narsa. Iloji boricha ertaroq ham havo jahonga qarab ekkan yaxshi aka. Ha, aka. Yerlarni kuzda tayyorlab qo'ysa yaxshi bo'ladi. Haydovni qilib. Yer haydasang kuz hayda deydi-yu. Yana nimalar maslahatlar bera olasiz aka? Endi men to'g'risi bu narsani uncha bilmayman. Endi siz bilasiz. Ancha yillardan beri tajribangiz bor aka. Eksin aka, qo'limizdan kelgancha mana telefon nomerimizni ham qo'yib qo'ying. Qo'limizdan kelgancha maslahatini beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, nima holatda mana shu yaqin o'rtada bo'lsa borib ko'rib beramiz.
uzoqda bo'lsa telefonda, Telegramda maslahatini beramiz. Rahmat. Qiziqqanlar bo'lsa. Telefon nomeringizni aytib qo'yavering aka. 90 Aha. 767 Aha. 20 15. Xo'p, yana bir bor rahmat aka sizga. Sog' bo'ling aka. Xo'p aka, xo'p. Mana hurmatli obunachilar, ko'p biznesmenlar biznesini yashiradi. Bu akalarimiz yashirmasdan ochiq oydin mana sizlarga yordam ham beraman, telefon nomerlarini aytdi. Bemalol telefon qilishaversin, yordam beraman deb aytdi. Zo'r. Bu narsa zo'r.